biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Biz agar farzandimizni tarbiyalash uchun vaqt topmas ekanmiz, boshqalar vaqt topadi. Lekin biz dunyoga farzandimizni boshqalar uchun keltirmaganmiz. Boshqalarning orzusi amalga oshishi uchun dunyoga keltirmaganmiz. Biz farzandimizni Alloh taolodan kimlargadir o'xshab, nimadirlarni ortidan yurishi uchun dunyoga keltirmaganmiz. Men doim aytaman, ota-onalar farzandini blogerlar uchun dunyoga keltirmagan. Reklamalar uchun dunyoga keltirmagan. Qo'shiqchilar uchun, aktyorlar uchun, internet uchun, multib uchun dunyoga keltirmagan. Lekin buni qaraylik, farzandlarimiz hozir nima bilan band? Qancha telefon o'ynama desangiz, baba shuncha telefon o'ynaydi. Nimaga? Chunki o'zimiz ham shunday keldikki, bir e'tibor bering. Dasturxonda o'tirgan payt hammaning oldida telefoni bor.